Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston buxgalteriyasi uchun 3.0 tahriri bir is korxona dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video darsimizning mavzusi tovarlar realizatsiyasi eksporti. Hujjatni yaratish uchun продажи menyusidagi realizatsiya akt nakladniy bo'limiga kiramiz. So'ngra realizatsiya tugmasi bosiladi va tovar operatsiya turini tanlab olamiz. Va birin-ketin ushbu 5 maydonlarni to'ldiramiz. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Sklad qismiga o'tamiz va Показать все tugmasini bosamiz. Ushbu ro'yxatda realizatsiya qilinayotgan tovarlar ombori ko'rsatiladi. O'zimizga kerakli omborni tanlab olamiz va подразделение qismiga o'tamiz. Показать все tugmasini bosib, o'zimizga kerakli подразделениeni tanlashimiz yoki tanlamasligimiz ham mumkin. So'ngra kontragent qismiga o'tamiz va Показать все tugmasini bosamiz. Ushbu chiqqan ro'yxatdan o'zimizga kerakli kontragentni tanlab olsak bo'ladi. Agar bizga kerakli kontragent mavjud bo'lmasa, создать tugmasini bosib, yangi kontragent yaratib olishimiz mumkin. Kontragent nomi kiritiladi va pastdagi strana registratsiyada Показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli davlatlardan birini tanlab qo'yishimiz mumkin. Agar bizga kerakli davlat bo'lmasa, yuqoridagi добавить из klassifikator tugmasini bosib, klassifikatordan kerakli mamlakatni tanlab qo'ysak bo'ladi. So'ngra записать закрыть tugmasini bosamiz va asosiy e'tibor qaratadigan joyimiz dogovor qismi, ya'ni shartnoma. Показать все tugmasini bosib, создать tugmasini bosamiz va shartnoma ma'lumotlarini to'ldiramiz. Birinchi navbatda shartnoma nomeri yoziladi va shartnoma sanasi. Va tsena qismida o'zimizga kerakli valyutani tanlab olishimiz mumkin. Va yana quyidagi установка срок оплаты, ya'ni to'lov ma'lumotlari va pastdagi ma'lumotlarni ko'rib chiqib, bularga ham yorliq o'rnatsa bo'ladi. Yana bir eng asosiy e'tibor qaratadigan joylarimizdan biri bu вид расходов qismi. Вид расходов qismida Показать все tugmasini bosib, spravishnikdan agar oldin yaratilgan ma'lumotlar bo'lsa, o'sha ma'lumotlar asosida tanlab olishimiz mumkin edi yoki создать tugmasini bosib, quyidagi ma'lumotlarni to'ldirsak bo'ladi. Va вид взаимных расходов qismiga o'tamiz va ushbu bandlardan realizatsiya po stavka NDS 0% za valyuta na eksport bandini tanlab olamiz. Записать закрыть tugmasi bosiladi, ibrat tugmasini bosamiz. So'ngra o'zimizga kerakli predmet dogovor menejer qismlarini ham to'ldirishimiz mumkin. Yana eksportning asosiy rekvizitlaridan biri pastdagi realizatsiya na eksport qismiga yorliq o'rnatamiz. Bu ma'lumotlarni to'ldirish orqali hisobot shakllantirganimizda ushbu eksport ma'lumotlari hisobotda aks etadi. So'ngra записать закрыть tugmasini bosamiz. So'ngra quyidagi giperhavlalarga o'tamiz. Birinchi giperhavlani ustiga bosamiz va quyidagi срок оплаты qismida to'lov muddati tanlanadi. Va pastdagi qismlarda esa kontragent bilan qilinadigan hisob-kitob shotlari o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Agar xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Va pastdagi giperhavlada esa quyidagi tip sen qismida Показать все tugmasini bosib, kerakli tip senni tanlab qo'ysak bo'ladi yoki tanlamasak ham bo'ladi. NDS esa kerakli NDS summa yo NDS sverxini tanlab qo'ysak bo'ladi. Valyuta qismida kontragent bilan hisob-kitob qilinayotgan o'sha valyuta kursi tanlab qo'yiladi. Va eng pastdagi giperhavlamiz esa kontragent bilan haqdorlik yoki qarzdorlik to'g'risidagi ma'lumotlarni bizga chiqarib beradi. Va pastdagi tovar maydoniga o'tamiz. Hujjat to'ldirilishi realizatsiya standart hujjati kabi to'ldiriladi. Добавить yoki подбор tugmalarini bosish orqali kerakli nomenklaturani tanlab qo'ysak bo'ladi. Количество qismida tovarlar miqdori ko'rsatiladi. Sena qismida esa tovarlarning valyutadagi qiymati ko'rsatiladi. Summa qismida avtomatik ravishda shakllanadi. E'tibor qaratadigan joylarimizdan biri procent indeksda 0% ni tanlab qo'yamiz. So'ngra shota qismida giperhavlani ustiga bossak, quyidagi maydon ochiladi. Ochilgan maydonda o'zimizga kerakli buxgalteriya shotlarini tanlab qo'yishimiz mumkin. So'ngra поступление valyutniy выручка qismiga o'tamiz va добавить tugmasi bosiladi. Показать все tugmasini bossak, quyidagi maydon ochiladi. Bunda valyuta tushumi kelib tushganda shu kirim hujjati tanlab qo'yiladi. Bu asosan reglamentni отчет, ya'ni hisobot shakllantirganimizda to'g'ri to'ldirilishi uchun tanlanadi. Agar xohlasak, quyidagi ma'lumotlarni summasini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Ushbu barcha ma'lumotlarni to'ldirib bo'lganimizdan so'ng записать провести debit kredit tugmalarini bossak, quyidagicha buxgalteriya provodkalarini ko'rishimiz mumkin. Asosiy maydonga qaytamiz. Провести закрыть tugmasi bosiladi va hujjat quyidagi hujjatlar qatorida ko'rinadi. Quyidagi eksport hujjatini yaratganimizdan so'ng biz tamojna xarajatlarini ham ko'rsatishimiz mumkin. Buning uchun покупка menyusidagi поступление akt nakladniy bo'limiga kiramiz va поступление услуг tanlanadi. Va hujjat ma'lumotlarini standart bo'yicha to'ldirib olamiz. Kontragent qismida Показать все tugmasini bosib, bojxonani tanlab olamiz. Quyidagi shot-uchota qismida sotish xarajatlari shotini tanlab qo'ysak bo'ladi. Поступление услуг, ya'ni xizmatlarni qabul qilish operatsiyasi alohida bir mavzu. Bunga alohida mavzularimizda to'xtalib o'tamiz. Debit kredit tugmalarini bossak, quyidagicha buxgalteriya provodkalarini ko'rishimiz mumkin. So'ngra realizatsiya maydoniga o'tamiz. Bugun yana bir realizatsiya turini ko'rib o'tamiz. Realizatsiya hujjatida imtiyozlarni qo'llagan holda qo'shilgan qiymat solig'isiz sotish. Buning uchun realizatsiya tugmasi bosiladi va tovar operatsiya turi tanlab olinadi. Nomer qismi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Sklad qismida kerakli ombor turi tanlab olinadi. So'ngra kontragent qismida Показать все tugmasini bosib, o'zimizga kerakli
xaridorni tanlab olishimiz mumkin. Do'gor qismi o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli shartnomani tanlab olishimiz mumkin yoki создать tugmasini bosib, o'zimiz uchun kerakli shartnoma turini yaratib olishimiz mumkin. Biz asosan e'tibor qaratadigan joyimiz pastdagi вид расчетов qismida показать все tugmasini bosib, создать tugmasini bosamiz. Va вид взаимы расчетов qismida ushbu bandlardan взаимы расчетов без НДС bandi tanlanadi va yuqorida hisob-kitob to'rini nomi yoziladi. So'ngra вид расчетовni tanlaganimizdan so'ng pastdagi вид льгота qismida показать все tugmasini bosamiz va quyidagi soliq bo'yicha imtiyoz klassifikatorlari chiqadi. Yuqoridagi foiz qismidan o'zimizga kerakli bandni tanlab olsak bo'ladi. Ushbu вид льгота qismini to'ldirganimizdan so'ng записать закрыть tugmasini bosamiz. Pastki tovar maydonida добавить, заполнить yoki подбор tugmalarini bosish orqali o'zimizga kerakli tovarni tanlab olishimiz mumkin. Tovar ma'lumotlarini kiritamiz. Количество qismida tovar miqdori, tsenada esa tovar qiymati ko'rsatiladi. Procent NDS ya'ni NDS foizida bez NDSni tanlab olamiz. Ushbu barcha ma'lumotlarni to'ldirganimizdan so'ng yuqoridagi записать, провести, debit kredit tugmalarini bossak quyidagicha buxgalteriya provodkalarini ko'rishimiz mumkin. Va asosiy oynaga qaytamiz. Agar bizga ushbu hujjatlarning bosma shakli ya'ni pechatning formasi kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi pechat tugmasini bosib, o'zimizga kerakli bosma shaklda chiqarib olishimiz mumkin. Yoki создать основание tugmasini bosib, ushbu hujjat asosida quyidagi hujjatlarni yaratib olishimiz mumkin. Провести, закрыть tugmasini bosamiz va hujjat quyidagi hujjatlar qatorida ko'rinadi.